Assalomu alaykum qadrli futbol ishqibozlari, mana kecha primoy reportaj qildik. Ko'pchilik aytishadi, nimaga qo'yishmagan, nimaga bo'lmaydi. Avtorskiy prava blok holatlari bo'ladi. Avtorskiy prava deganda bizni to'ys o'sha olib borayotgan translyatsiya, muzika qo'yiladi, boshqalar avtorskiy pravani nima deydi? Bizani qilgan mehnatimizda shular da'vo qilishar ekan. Tipa shunaqaroq sodda tushuntirganda, o'shanga mana Mamtigi bilan blogerlarga, mana o'zbek blogerlar ham qo'ygan 10 minutlik o'tdan betdan qisib 3 sekund, 3 sekund, 4 sekund qilsa hech narsa qilmaydi degan qada mana shuni qo'yishadi. Men kecha riskovat qildik, yana qilamiz, xudo xohlasa harakat qilamiz jahon chempionatida ham. O'shanga shunaqa mana Mamtda gaqa kirsa, mana studiyadan kirsa o'z ko'rsatadi. Blokiga yana mamnaqa holat sizlarda bo'lgan deydi. Mana bossa o'zi chiqib keladi. Montaj qildim, qani hozir ruxsat bergan bu mana. Bojalar aytganiga, jiddiy gullaganga aytmadi. Bizanikilar o'zimizni mana Mamtda o'zi aniq qildi. Video muallif huquqi tafsilotlari. O'sha yechildi. Blok mana qizil bo'lib turibdi. Mana Mamtga million ozgina joy kirib qolgan ekan, reklamasida o'chirib tashladim. Mana shunaqa narsalar chiqadi. U tag'ini menga ogohlantirdi, aytdiki, bu tag'in ham kanalingga anaqa bermadi dedi. Hech narsa yaxshi mana shu kirganda mana shu ko'rsatardi, mana shu blok anaqasi chiqibdi. Hozir mana yechib tashladi. Shu endi uni keyin safar harakat qilinadi. Jahon chempionatiga hali borib, xudo xohlasa kichkinaroq qilib bo'lsa ham mana shunaqa sharhlab birga gaplashib qilsak bo'ladi. Bu nimaga Telegramda imkoniyati yo'q bo'lsa yoki chet elda yurgan bizani hamyurtlarga yoki umuman qanaqa bo'lganda ham hamyurtlarimizga qulay bo'ladi YouTube. O'shanga imkon darajasi kichkina qilib bo'lsa uzatishga nimadir yo'lini topamiz-da. Xudo xohlasa harakat niyat bor. Shunaqa narsa. Hozirgi yana video qilmoqchi edim. Bizning raqiblar ham Portugaliya, Kolumbiya ma'lum. Uchinchi raqib qanaqa? U Afrikadan chiqqan. Buni ham bir xil blogerlar anaqa qilishi mumkin. Nima deydi? Ingliz tilida, boshqa tilda qilishadi, xato yoki ChatGPT orqali bo'lishi mumkin. Bir xil xato beradi. Mana darvozabondan ko'rsatdi, Costa Portodan Jose Sa bu Portugaliyaniga. Kuchli tarkib. Lekin men Cristiano Ronaldo Al-Nassrda hozir o'yinni qo'shmadi, nimadir bu nima holatlar bo'ldi, lekin sborniyda bilan bilib bo'lmaydi. O'zgarib ketishi ham mumkin. Baribir Portugaliya kuchli, Kolumbiya ham. Uchinchisini men hozir taninglar topaman. Lekin ularni ham bir yuzaga surishtirdim, yuzaga qaradim, kuchli ekan. Bundoq qarasa, lekin men O'zbekiston uchun vatanparvarlik bor, yoshlikdan necha yildan beri futbolga qiziqayotgan bo'lsam, vatanparvarlik o'zimizdan bolalar hech banda negativ anaqa bo'lmagan, lekin tarkib bo'yicha, kuch bo'yicha bundoq qarasa, o'sha 3-chi hozir men qilib boshqatdan yana video qilaman, tarkiblarni ko'rasizlar. Danini mana qayerdan olganda mana uni ham portugal.net degan saytlar, men o'ziniki har xil 3-4 ta saytdan olaman-da, o'zingizlar shunaqa tekshirsanglar ham yaxshi. Aniqroq anaqasi chiqadi o'z ma'lumot. Bir xilda blogerlar ham kamdan kam bo'lsa ham xato qilib qo'yishi mumkin. Men o'zini saytida, baribir o'zini yurtida ko'proq 3-4 ta manbadan tekshiraman-da, nima o'zgarish, qayerda nima bo'lyapti, ma'lum bo'ladi. Blog bo'yicha xursandman, tushungan bo'lsanglar, ko'pchilik o'shaning uchun kichkinaroq qilishga harakat qilinadi yoki boshqa qilinadi. Tekshirib ko'rdim, hozir chempionat merada bu narsa o'ylab topiladi, kichkina ekran qilibmi, yoki bir narsasini o'zgartirib ko'raman. Hammaga rahmat, omadinglarni bersa, hozir men 3-chi afrikalik jamoani qidiraman, chunki Portugaliya bilan Kolumbiyani hamma taniysizlar, necha yildan beri o'ynayapti, shundoq bilinib turibdi kuchliligi. 3-chisini ham to'liq hozir ma'lumot yig'aman-da, mana shunaqa saytlarga kirib bitta borib, qayerda nima jangchi mular qanaqa ekan, o'ynashlari qanaqa klubida qilib sizlarga video tashlayman. Hammaga yaxshi kayfiyat, ko'rishguncha xayr, salomat bo'linglar.